Assalomu alaykum. Bugungi kunda Germaniyada yashab, ta'lim olib, u yerda faoliyatini yuritayotgan aziz yurtdoshlarimiz. Biz o'zbeklar qayerda bo'lmaylik, o'z an'analarimiz, udumlarimiz va qadriyatlarimizni unutmaydigan xalqmiz. Men hozir O'zbekistonda, siz esa Germaniyada bo'lsangizda, bahor ayyomi Navro'zni birgalikda nishonlash imkonimiz borligidan bag'oyat xursandman. Sizlar bilan O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi tashabbusi bilan hamda vatandoshlar jamoat fondi hamkorligida tashkil etilayotgan bayramda, ya'ni Navro'z bayramida shaxsan uchrashishdan mamnunman. Tadbirlar jadvali bilan sizlarni tanishtirsam, demak 5-aprel kuni Berlindagi O'zbekiston elchixonasida Yevropadagi vatandoshlarimiz mintaqaviy forumi hamda Navro'z bayrami bo'lib o'tadi. Undan so'ng Navro'z bayram tadbirlari 6-aprel kuni Gannover shahrida, 7-aprel kuni Köln shahrida va 9-aprelda Xaleda bo'lib o'tadi. Azizlar, ushbu bayramda birgalikda chiroyli qilib nishonlaymiz. Hammangizni bayram bilan tabriklab qolaman. Mehr, muhabbat va sog'inch bilan Aqida Xanum.